Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimi Hamidullayev Abror Dilshod o'g'lining yorqin xotirasiga bag'ishlanadi. Yo'l patrul xizmati xodimi hamma vaqt ham har doim ham kishilar xushlayvermaydigan bu kasb egalarining zimmasidagi vazifani ado etish uchun chinakam fidoyilik va vatanparvarlik kerak aslida. Ob-havo, shart-sharoit tanlamaydigan ushbu soha vakillarining asosiy burchi yo'l transport hodisalarining oldini olish, fuqarolarning harakat xavfsizligini ta'minlashdan iborat bo'lib, ular bu yo'lda duch kelgan qiyinchilik va mashaqqatni sabr-qanoat va metin iroda bilan yengib boraveradilar. Xodimlar umrining asosiy qismi yo'llarda o'tar ekan, oila a'zolarining shirin diydoriga to'yish doim ham nasib etmaydi. Qonun himoyachilarining zahmatli mehnati bois yo'llarda tartib o'rnatilgan. Navoiylik yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimi marhum Hamidullayev Abror Dilshod o'g'li ham ana shunday haqiqiy soha fidoyilaridan biri edi. Yosh bo'lishiga qaramasdan o'zining bilim salohiyati bilan e'tirofga sazovor bo'lib ulgurdi. Kasbdoshlariga namuna bo'la oldi. Hamidullayev Abror Dilshod o'g'li 1992-yil 12-iyulda Navoiy viloyatining Xatirch tumanida tug'ilgan. Umumta'lim maktabi hamda kasb-hunar kollejini a'lo baholarga tamomlab, 2011-yil Toshkent axborot texnologiyalari oliygohining informatika va axborot texnologiyalari yo'nalishiga o'qishga qabul qilingan. Universitetni muvaffaqiyatli tamomlab, harbiy xizmatni o'tagach, ichki ishlar organlarida faoliyat boshlaydi. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari bilan tillasha oladigan mutaxassis huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olish maqsadida yo'nalishda foydalaniladigan barcha qurilmalarni o'z o'rnida qo'llashni hamda tuzatishni chuqur bilar edi. Ochiq ko'ngilligi, samimiy va mehnatsevarligi bilan hurmat qozongan Abror Hamidullayev 2023-yil 19-oktyabr kuni xizmat vazifasini ado etish chog'ida kutilmagan yo'l transport hodisasi sabab vafot etdi. Abrorni men 2015-yildan beri tanirdim. Qo'riqlash xizmatiga birga ishlaganmiz. Samimiy, yaxshi inson edi. Ham do'stim, ham ukam. Yaxshi inson edi, bilimli edi. 2018-yil biza yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga birga kirganmiz, birga kelganmiz. Yana shunday taqdirda bu ham. Shu ishlashdek bitta xonaga, qiyinchilik kunimiz ham, xursandchiligimiz ham birga o'tgan. Ko'p suhbatlashardik, ko'p mana shu bilim almashardik. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida video kameralarmi, bodi kameralarmi, foto video qayd etuvchi moslamalarmi, nima bo'lgan taqdirda ham masalan shuni ustida ishlab, shuni o'rnatish, taqiqlash, hammasini birga qilardik. Bir so'z bilan aytganda, yo'l transport hodisalarini oldini olish uchun o'z bilimlarini ayamasdi. Abror bilan oxirgi marta shu Samarqandda tadbirga ketishimdan oldin shu men kuzatib qo'yganman. Keyin telefonlashib turganmiz bo'ldi. Xo'sh. Abror bo'lganda mana shu Zarafshon yo'lini yoritish, keyin yo'l harakati hodisalarini oldini olish uchun yangi proyektlar ustida ishlayotgandi. Umrining ayni gullagan chog'i, 31 yoshida avtohalokat qurboniga aylangan Abror Hamidullayev haqidagi noxush xabardan voqif bo'lgan oila a'zolari, safdoshlari hamda do'stlarining alamli ko'z yoshlari tinmas, baxtsiz imtihonning ayanchli yakuni qalblarga cho'kkandek bo'ldi. Juda mehribon edi. Ayniqsa yosh bolalarni ko'rgan payti o'zini ukasida, o'zini bir jigarda yaqin ko'rib, ular bilan hech qanday bir masofa saqlamasdan targ'ibotlarda bo'lgan paytim bir kirishimlik edi. Shu bolalar bilan ham bir muloqot qilib juda erkin gaplashib ketaverardi. Oilasini yaxshi ko'rardi. Ayniqsa onasini o'zini butun bir borlig'i bilan bir boshqacha bir mehr muhabbat bilan yaxshi ko'rardi. Bu yigit juda ham bir ajoyib, alohida bir qobiliyatga ega yigit edi. Afsuski, u bilan bog'liq
ko'ngilsiz bahs hodisani eshitganimizdan keyin qo'limiz ham ishga bormay qoldi. Shuni eshitdim, o'sha holatni eshitgandan keyin ishonmadim to'g'risi. Keyin tadbir tugadi, keldik Navoiyga. Baribir ham hozirgacha ishongim kelmaydi. Qiyin. Chunki xonaga o'tirsam xuddi hozir kirib keladigandek bo'ladi menga har doim. Agar bunday bo'lishini bilganimda har doim o'zini yo'limda yurardim. Juda ham ko'p vaqtni birga o'tkazganimizda kulishib yaxshi damlar o'tgan. Yaxshi inson edi. Undan yordam so'ralgan paytda hech qachon o'zini olib qochmasdi. Har qanday o'zi murakkab biron bir ish bilan band bo'lgan taqdirda ham topshiriqni bajarayotgan bo'lsa ham, albatta kim yordam so'rayotgan bo'lsa, imkoniyat darajasida o'zini ishlaridan ko'ra shu boshqalarga yordam qilishni yaxshi ko'rardi va hech qachon qochmasdi. Qizg'anchilik kabi illatlarni ko'rmaganmiz va oddiygina bir burda non yeb turgan bo'lsa ham kimdir salom berib qolsa o'sha nonni o'sha bir inson bilan bir baham ko'rishga bir tantilik shunaqa bir odatlari bor edi. Buni endi bir insoniylik jihatdan uni to'la-to'kis bir ta'riflab berishga til ojiz. Hazilkash va xushchaqchaq ko'rinsa-da, u berilgan topshiriqni aytilgan vaqtida jiddiy qat'iyat bilan bajarar. Kimgadir yordam kerak bo'lsa, yordamini ayamas edi. Ko'plab shogirdlarga yo'nalishning sir asrorlarini o'rgatib ulgurgan marhum bolaligidayoq o'zining zehn zakovati bilan sinfdosh do'stlaridan ajralib turardi. Oxiratlar obod bo'lsin do'stimiz. Maktab davrlari bilimi yaxshiligi bilan sinfimizda namuna bo'lib turardi. Undan barcha bolalar mana shu abrordan ko'chirgan, kimdir so'ragan, o'rgangan nimanidir vatani uchun bir jonini fido qiladigan inson bo'lganda, men shu o'zim juda ko'p isbotini bilganman, isbotini ko'rsatgan, men o'zim guvohi bo'lganman. Afsuslanamiz, mana shu do'stimizni eshitganda o'zim bir badanim bir titrab ketdim o'zim eshitganimdan. Har taraflama masalan telefon, kompyuter sohalarini juda mukammal bilaydi. O'zimizga ham bir necha marta masalan kelib mana shu kompyuterlarimizda ishlaydi-da maktab paytida. Unday bolalar juda yoshda hali bizni davlatimizga juda ko'p kerakli, masalan juda katta ishlarni amalga oshiradi-da hali kelajakda. Endi shu fojiali o'lim uni bizni oramizdan olib ketdi. Bu dunyoga kelish bor ekan, ketish ham bor. Har kim so'nggi manzilida tushib qolar, hayot esa izmida davom etaveradi. Ammo ba'zi yo'qotishlar joyini boshqasi to'ldira olmas, jarohatlar o'rni bitmas. Oila a'zolari, aka-ukadek yaqin bo'lib ketgan hamkasblari marhumni so'nggi manziliga kuzatayotib, tinmasdan uni yaxshi ko'rishlarini aytar, haqqiga duolar qilar edi. Oddiy, sodda va kamsuqum. Yashirincha ehsonlar qilib yuradigan, onajonisini ko'rdi degunicha bo'yniga osilib oladigan, tinmay oilasi bag'riga intiladigan beg'ubor Abror Hamidullayev mana shu faxr libosida uni taniganlar xotirasida mangu muhrlandi. Inim, ko'rolmadim so'nggi bor seni. Kulib ketibsan-u, qaytmabsan lekin. Axir zor yig'latib bugun hammani. Osmonmi falakka chiqdingmi sekin. Inim, so'rolmadim ahvoling bugun. Puling bor edimi, qorning to'qmadi, qalbingda hech qolmaganmidi tugun. Mendan siragina ginang yo'qmidi. Inim, sudraolmadim seni yukingni. O'zim tashvishimga o'zim band edim. Seni shunchalar ham buyukligingni ta'ziyang eshitib endi pand edim. Inim, sen chanqasang suv tutolmadim. Bulut bo'lib cho'ldan asray olmadim. Ko'zlaringni eslab yig'layverdim jim. Ishni deb yoningda bir zum qolmadim. Inim, tosh qalbni ham yig'latib ketding. Debdiratib ketding hatto tog'larni. Sen axir hammadan azizroq eding. Sen bilan yenggandik qiyin damlarni. Inim, sen xizmatning eding yuragi. Sen eding xalqingni g'ururi shoni.
yo'l patrul xizmatining asl erkagi sen ketding yig'latib barcha vijdonni